Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Saddikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar, hammalarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Talas Story ekraniga xush keldinglar. Oldi bilan hammalarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin deyman va hammalarni chin yurakdan salomlayman qarindoshlar. Hozir oldida biroz texnika to'g'ri bo'lmay qoldi. Mana bu Windows'dan Apple'a ko'chish jarayonida ba'zi bir narsalarni biraz xato ketgan bo'ldi. Shunga tunji qitim Apple'ning iOS nimasida, muhitida biraz ko'nishga vaqt ketadigan o'xshaydi qarindoshlar. Biraz ba'zi narsalar xato ketib qoldi oldida. Shunga kechirim so'rayman. Hozir ovozi bor deb o'ylayman va qarindoshlar ko'rayotgan bo'lsanglar, YouTube'da va nimada Facebook'da o'xshash vaqtda boshlandi deb o'ylayman. Shunga agarda ovoz chiqmagan bo'lsa yoki bo'lmasa har qanday masala bo'lsa yozsanglar bo'ldi qarindoshlar. Bo'lmasa abaydigimdek yangi nimaga supug'a o'tish jarayonidagi xatolik uchun kechirim so'rayman qarindoshlar. Unda qolsa bugun yana Talas Story bir qisqagina dam olishdan keyin qaytib keldi. Bundan keyin yana har shanba kuni o'xshash vaqtida taqdish berishga tirishimiz qarindoshlar. Bugün yazgınımızdaki xalqaro vaziyat haqida analiz qilamiz. Asosli 4 noktada buludu. Bunun birincisi İsrail-Palestin meselesi doğrusida bir qisqalam to'xtalib o'taman. Ondan keyin Suriyaning hozirgi taraqqiyoti to'g'riliq bir qisqa to'xtalamiz. Ondan keyin Amerikaning saylami va saylamdan keyingi yangi muhit to'g'risida ba'zi bir analizlarni qilmoq qarindoshlar. Şuna temimizni naqlan başlaylı vaxtimizni tejash uchun. Birincisi İsrail-Palestin meselesi de qancha ay oldu? 15 ay oldu mu? Bir yıldan artıq vaqtdan keyin tinchlik kelishimi imzolandigan bo'ldi. Gerçi onun xiloflik qilib ba'zi kichik turda bombardman qilishlar yoki o'q etishlar bo'lsa-mu, ammo tinchlik kelishimi asos jihatdan tuzildi hamdi. Ba'zi tinchlik kelishimi xiloflik qilgan ba'zi ishlar bo'lishi u normal hamdi. Jihalarda bo'ldi u. Ammo ko'rganimiz 15 oylik nihoyat og'ir bombardimondan keyin tuzilib o'tgandan keyin, ham yana vayron qilib o'tgandan keyin Hamas yana chiqdi maydonga va Blinken, Amerikaning tashqi ishlar ministri, chiqishni oldidagi oxirgi muxbirlarning kutilish yig'inida Israilning Palestinga tutgan Hamasni yo'qotish harbiy harakatining mag'lub bo'lganligini jaka oldi va faqatla harbiy harakatning yetmaydiganligini aytib o'tdi. Albatta buni biz Talas Story ekranida yoki mavzum ayrim analizlar qilganda mushundaq bo'ldig'ini deb kelyotdik. Chunki bu İsrailning tunji qitim Hamasni yo'qotimiz deb G'azzaga kirish emas. Israilga Palestinga ishg'ol qilib kirib u yerdagi qurolli kuchni mag'lub qilaman deb bu az deganda 6-7 qitim mag'lub bo'lishi hamda İsrailning. Shuning uchun mushundaq bo'ludi albatta. Chunki meyada bir narsani tushunishimiz kerak. Buni Amerikaliklarmi unutib qelyotdi. Bir yerda harbiy harakat qilish uchun uning bir qancha bosqichi bo'ladi. Birinchisi harbiy harakat qarshi tarafning harbiy kuchini yo'q qilish bo'ladi maqsad. Ikkinchisi ma'lum territoriyani qurolli kuch orqali egallash bo'ladi. Üçüncü bosqichi shu yerdagi xalq qabul qilgan shaklda bir siyosiy natija chiqara olish kerak. Davom qilib bo'ldigan, saqlab qolib bo'ldigan bir sistema. Amerika buni Iroqda mı qilanmadi, Afg'onistonda mı qilanmadi? Ya'ni qurolli kuchni Iroqda yo'qotdi, ammo u yerdagi xalq qabul qildigan nima yaratmadi. Afg'onistonda bo'lsa qurolli kuchni yo'qotmadi va u yerda xalq davomlashtirib bo'ldigan bir siyosiy bir sistemini qurib chiqarmadi. İsrail ham shu Afg'oniston hikoyasiga o'xshash bo'ldi.
o quralliq kuchni yo'qtamidi va hamma xalqni qoyil qilib mangadigan bir siyosiy natijani yaratamidi. Shuning uchun mag'lub bo'ldi Isroil. Endi bir yerning xalqini unda mancha adamni o'ltirdik, mancha adamni o'ltirdik degan bilanlar urushda g'alaba qilib bo'lmaydi. Buni Vietnamda Amerikaliklar territoriyani tutib turolmay, o xalq qabul qilgan siyosiy sistem yaratishni qo'ying, ishg'ol qilgan territoriyani tutib turolmay, oxirsida baş sanashga boshlagan Amerika. Ya'ni biz g'alaba qildik deyish uchun qanchacha xalqni o'ltirsak, shuncha yaxshi bo'ldi deb 3 millionga yaqin xalqni o'ltirgan. Ama oxirsida yana mag'lub bo'ldi. 3 million xalqni o'ltirish bilan bir siyosiy natija chiqmaydi. Shuning uchun Amerikaning Vietnam, Afg'oniston va Iroq seriyasining oxirisiga Isroilning bu qitim G'azza harakatiga o'xshash qo'shildi. Shuning uchun endi bu urushning oxirisini kim to'xtatdi, tinchlikni kim barpo qildi deganda men bir narsa bu yerda ko'z tutishni to'g'ri ko'rmay qarindoshlar. Mana bu yerga qarasak, Trump texi vazifaga o'tmay turiblar. Mush 1-oyning 8-kuni BDT'ning bir analizchisi var. Jeffrey Sachs deydigan. Şu adamning Netanyahu'ni ağzını buzib tillagan bir analiz jarayonida ağzını buzib tillagan bir videosi var. Trump şu videoni Twitter'da en bahirledi. Yani Trump özünün kelgüsüde kiladigan siyasetini ikki tweet bilan nim qildi, dunyoga jakaldi İsrail siyasetini. Bunun birisi mushu video oldu. Yani Netanyahu'ni ağzını buzib tillagan bir professorning videosini Trump qilib qo'ydi 1-oyning 8-kuni. Bu hamda İsrailga noiti cho'ng bir signal degan shaklda qaraldi nurg'un tadqiqotchilar tarafidan va undan keyin Trumpning ekibidagi, Trumpning kadrosidagi ba'zi odamlarning buni azargacha ko'rishib kelgani va tinchlikqa majburlanganlar to'g'risida uchurlar chiqyapti hamda. Shuning uchun bu tinchlik kelishimini Trump qildi desak xatolashmaymiz. Endi bu yerdagi narsa tugdi, hozirgi urush bombardiman tugdi. Netanyahu buning bilan bo'ldi qilamdi yoki yana bombardiman qilib yana qalaymiqan qilamdi, bir nim degili bo'lmaydi. Bu asosan Trumpning tutumining qanchalik turishi bog'liq. Hozir America First deb, ya'ni Amerika birinchi o'rin turida deb nihoyat kuchli bir kadro bilan chiqdi Trump. Buni oxirsida to'xtalmay tafsilroq. Ammo bu davomli hozirgacha bo'lgan tajriba. Amerikada America First deb chiqqanlar, Amerika birinchi o'rin turdi deb chiqqanlar, hammasi İsrailni birinchi o'rin qo'yib oldi hozirgacha. Endi bu qitim Trump rost deganni qila olamdi yoki ma'lum bir yerga kelganda İsrailning lobbisi bosh egamdi, buni oldimizda ko'ramiz. Hozir uni kesib birim degili bo'lmaydi. Endi kelayli Suriyaga. Suriyadami men oldin qitim analiz qilgan vaqtimda dedim. Türkiye bu yerda yengildimi, Fırat daryosining sharqiga o'tishiga bog'liq deb. Shu Fırat daryosining sharqiga o'tmasa, Turkiya amaliyotda mag'lub bo'lgan bo'ldi Suriyada. Ve Türkiye gerçi beshidagi bu Bashar Asad qilgandan keyin xuddi Suriyani fath qilgan fatihlardek nimalarni bu tabriklashli bo'lgan bo'lsa-mu Türk mediasida. Ammo bu Suriyaning yangi qurilgan hukumatining tashqi ishlar ministrining tunji ziyorat qilgan davlati Turkiya bo'lmadi, Saudiya Arabiston bo'ldi. Va bu yerda bergan signal Saudiya Arabiston Suriyadagi bu HTŞ boshchilik guruhlarining ichida eng ta'siri kuchli davlat Saudiya Arabiston deb jagarladi. Ya'ni mening ansirgan nuqtamni dedi. Bu Saudiya, Qatar, o bu degan Britaniyaning qo'chaq podshohlari amaliyotda HTŞda eng cho'ng ta'sir va eng cho'ng ularni eng cho'ng boshqara oladigan eng cho'ng ta'sir bo'lgan davlatlar Turkiya emas, balki Angliyaning qo'chaq podshohlari ekanligini o'zlari og'zi bilan oshkorladi buni. Shuning uchun Turkiyada bu ujuqib ketish bo'ldi, Turk mediasi silkinib ketdi. Ondan keyin gaplarni yig'ishtirishga Fatih marşları biraz besqishga boshladi va Erdo'g'an past qo'yga tushishga boshladi. Va hatto dediki, agar yana bir qitim bardaga shu bo'lsa biz berishga, bir kecha tuyuqsiz berishga biz tayyor deb. Shuning uchun HTŞ'ninki bu so'g'oq suv chechibatdi Turkiyaga, ammo hozir yana oldida bu Julanining
yoki bu salafiy gruplarning kimning qo'lida ishganligini oldimizda ko'ramiz. Bo'libmi eng aniq ko'rdiğimiz Erdo'g'anning siyosiy hayoti oxirlashgandan keyin, bu Erdo'g'an vazifadan tushgandan keyin yoki tushmay o'lguchi o'tasa, Erdo'g'an Allah ömrünü uzun qilsin, Erdo'g'an vafot bo'lgandan keyin ko'ramiz bu HTŞ'ning asli kimning tashkilotlari ishganligini. Shu vaqtida chiqardi bular asli nimasini. Onundan keyin bu mesajlardan keyin Hakan Fidan hozir Turkiyaning taliyi, Amerikaning taliyi tashqi ishlar ministri bo'ldi mening qarshimda Marco Rubio. Turkiyaning taliyi hozir tashqi ishlar ministri Hakan Fidan ishganligida. Chunki boshqa hukumatning ichidagi boshqa xiyoliy shuarvozlarga o'xshamagan holda Hakan Fidan nihoyat ig'ir besiq turyapti masalalarda. Hatto Türkiye Trump saylanışının aldığı, saylamının aldığı bu işini Türkiye kıldı. Türkiye emmi işinin kendi Erdoğan ba Suriye'deki emmişini Erdoğan kıldı diye vaxtıda başta Türk medyaları hoşup ketken Erdoğan'ın mahdi dedi. Bir Hakan Fidan çıkıp, ya biz bu işini biz kılmadık, Suriye halkı kıldı. Biz bu işinin kontrolü biz demez deyip kıltak küçüştün saklanıp kaldı. Erdoğan dek Allah bana bizde mahdi dedi. Ey dünya, ey İsrail demedi. Yani nihayet salmak durmadı. Çünkü Trump'ın ameliyatta bu işini Türkiye kıldı digini bir tuzak o. Yani o digellik hazır Türkiye'nin maqtaş tebrikleşte görüngen bilen bundan keyin Suriye'de çıkıdığan bütün mesele, bütün kırgınçılık, bütün uruşun hemmisinin sebepkari, mesuliyetçisi Türkiye bulup kalıdı. Şunun için Trump Türkler bir gap bağı bayram değil, sayran değil, enişten beni niye öptü dep. Trump bir birisini mağzadan söyleyip koyduğu adam emas. Şuna emdi Türkiye biraz əxlini tapdı deb qarayma, təntənilər besiqib biraz rasyonal halətə ötdü və HTŞ'nin bundan keyin nima çıxdığını görürüz. Emdi Suriye'nin axırqı nöqtəsi, Suriye doğrusu sözləydiğən Şərq Türkistan yoki ularning atışıca Türkistan İslam Partisi'nin ki Suriye armiyasiga qo'shilishi. Bu gerçi Türkiye'nin arzusu bolsumu, bu emmisini şu armiyanın içi kirgizip bunu kirmigenlerin terörçü deb e'lon qilmayapti, bu normal davlat shakllantirma degan Türkiye'nin arzusu bolsumu, ama g'arb davlatlar unaga qanchalik yo'l qo'ydi buni bilmaymiz. Çünkü Suriye'de normal bir devletning qurilishiga yo'l qo'ymaydi g'arb, yani agar men to'g'ri to'nigan bo'lsam g'arbni. Şunun için Kürtlerge kural taşlatqızmaydı degandim. Hozirgacha ular kural taşlab biz qo'shilamiz demidi. Şunu Türkiye'nin bunda bir özünün handikapi var, özünü bağlı bakın. Yani mala hükümet geldi, HTŞ bu yanın meşru hükümeti, ama bu PKK terörçü deydiyse 2018 yılı özümü HTŞ'ni terörtizmliğe kirgizgen. Terörtizmliği de HTŞ. Türkiye'nin terörtizmliği de. Şu bir terörçü teşkilat, yani mening terörçü teşkilatım yaxşı, seninki eski deyiş bu xalqarada ançibek yumşak güç cihetdə ançibek ilgiri basmaydı. Şu Türkiye aldı bilen HTŞ'ni terör tizimliginden özününkinden çıkarış gerek aldı da. Ondan keyin Amerikalılar PKK mı terörçü, bu mu terörçü, seninki yaxşı bizninki eski mi degan şekilde bunu yana uzun tutup durdu. Eğer Trump bir neslerini özgertmese, bunun gayli tepsili kelime. Endi Suriye'de bizning Türkistan İslam Partisi deb atalgan Şərq Türkistanlıqlarning bu nimening ichiga, bu Suriye armiyasining ichiga bunda güldür qaras kirkitishini men o'ylamagandim. Bu biz uchun foydali qoldimi, ziyonli qoldimi deganda bunda bir narsani o'ylab baqaylik. Agarda bu yerda Turkiya yoki Angliya qaysi davlat bo'lsa bilan bizninkilarning chulurini tutib atqanlar. Agarda Şərq Türkistanlıqlarga foydali ish qilamiz degan bo'lsa, birga PKK mı qural tashlimida ayrim turdi, bu Türkistanlıqlarni ayrim turdi, Türkistan İslam Partisi nomida degan bo'ladi. Buni mi demasdan hatto bizga eng yaxshi foydali bo'lsa nima qiladi deganda, agar Turkiya ras bu Türkistan İslam Partisining ishiltib bu yerda ishimiz tugdi degan bo'lsa, buni boshqa davlatlarga o'tkazib yetadi. Boshqa davlatlar Hindistonga yo biror davlatga yo'tkib yetish kerakdi asli, to'g'risi. Ama hazır bıraklı Suriye armiyasının işçiyi kirketdi deganda bu yerda Türkiye bütünlay o'zining menfaatini o'ylashdi. Yani Türkistan İslam Partisi bundan keyin Türkiye'nin Suriye chegarasini boqadigan darvozabon bo'lib vazifa o'taydiganligini tushundik.
Anadaki yana bir qamlaşmaydigan yeri ve jiq Uyg'urlar buni o'ylashmaydi ekan. Ya bir davlatning rasmiy davlat armiyasiga, ulusal armiyasiga kirdingiz degan gap, bu yerdagi generallar yoki askarlar bosh shtabning qo'mondonlik bosh shtabining turkcha general kurmay deydi-ku. Eng yuqori bosh shtabning buyrug'isiz ular harbiy bazasidan teshig'i chiqolmaydi bundan keyin. Yani Xitoy bilan urushush va yoki Xitoyning boshqa davlatlardagi bu inglizlarning medialar shunda xabar bergan, bundan keyin Turkiston Islom partiyasi Xitoy bilan berib urushamizmi, boshqa davlatlardagi Afrikadagi u yerdagi Xitoyning muassasalariga, portlariga hujum qilishi mumkin deganda, umi yo'q bo'ldi hozir. Chunki bundan keyin bu Turkiston Islom partiyasi Suriya armiyasining bir parchasi bo'lish sifati bilan Xitoyga qarshi bir pay o'q etish emas, Xitoyga qarshi bir tal bayonot berishmi yarmaydigan hol o'chib qoladi hamda. Chunki qo'mondonlik Suriya armiyasining, ulusal armiyasining qo'mondonlik bosh shtabidan buyruq kelmasa, bular bazadanmi teshib chiqolmaydigan holga kelib qoladi. Kelib qoldi degan gap hozir. Shuning uchun bu qanchalik foydali bo'ldi, qanchalik ziyonli bo'ldi hamda oldimizda ko'ramiz. Onundan keyin qarindoshlar bu Suriyaning masalasi, andan keyin Trumpning nimasidimi so'zlaydim, men bir qo'shim chiqib qo'yay. Suriya, men oldingi qitimliq analizimda dedim, Turkiyani bu Arab davlatlari Fırat daryosining sharqiga o'tkazmaydi. O'tkazsa cho'qim Turkiya bir narsa berish kerak. Bir narsa ammay turib bularni o'tkazmaydi degandim. O'tganda Ümit Özdağ Turkiyaning Zafer partiyasining beshidagi siyosatchi adam. Ümit Özdağ'ning oshkorlashicha Anqarada Fıratning sharqidagi hamma rayonlarga emas, faqat bir Aynal Arabga yoki Kobaniga Turkiyaning kirishiga ruxsat berish uchun Turkiyaning Rossiyadan olgan S-400 havo mudofaa sistemasini Amerikaga berishni talab qildi Amerika. Turkiya buningga unumiga o'xshaydi. Shuning uchun qivay harakat qilamiz deb hamma odamni chegaraga jiqqan bilan Amerikaga kelishmagashga ruxsat olamagashga taqab ketdi u tayyorlik qilganlar. Shuning uchun hozir hamda Trump chiqdi. Trump buni oxirida teg'im tafsili kirmay qarindoshlar. Trump Amerikaning establishmentiga, ya'ni deep state deydi, Amerikani kontrol qilib olgan siyosiy qog'dalmaga qarshi chiqqan odam bu. Bu Amerikani kontrol qilib turgan bu siyosiy mina yoki bir qog'dalma bo'lib ketgan bir Yorovaviyada qaytib ketgan Amerikani kontrol qilib turgan. Bular Suriyadan chiqishga qarshi, Amerikaning Kurdlarni tashlab chiqishiga qarshi. Trump 2019-yili prezident vaqtida dediki, biz Suriyadan chekinimizda Pentagonga buyruq berdi. Suriyadan chiqtinglar, hammasi bir-birini yesin deb. Ammo Pentagon Trumpning buyrug'ini ijro qilmadi 2019-yili. Menga ishonib qildi. Prezidentning buyrug'ini ijro qilmadi Pentagon. Va chekinmadi. Shunga Trump gerçi bu yerdagi hamma qaysini yesemayli biz aralashmadik, chikatdik desa, Pentagon buni ijro qilamdi bu qitim. Trump bu qitim oldingi qitimgadan jiq kuchli keldi. Uni ele to'xtalma Amerika nuqtasida. Ammo Pentagonning iliqi qog'dalma kuchni Trump bisib tushalamdi. Masala ashadi. Hozirgacha hech kim bisib tushanmadi uni. Chiqqan prezidentlar o'xshamaydigan siyosat qilamiz, O'rta Sharqdan chiqdimiz deganlar bo'ldi. Obama Iroqdan chiqdimi dedi, ammo Iroqdan Pentagon Obamaning o'ylig'indek chiqmadi. Shuning uchun Turkiya Fırat daryosining sharqiga o'tamdi. Bu Trumpning Amerikadagi deep state'ni yoki bo'lmasa Amerikadagi siyosiy aqlni yengalishiga bog'liq siyosiy raqobatda. Bu yerdan o'tdik. Endi qarindoshlar qisqalan bir narsa to'xtalib o'tay. Kaliforniyaga o't ketdi. Kaliforniyaga o't ketsa, bu bizning qarindoshlarimiz men nima deyishimni bu bizning millatimiz bilan qaysi tilda qanday so'zlashishni men rostdan ham bilmadim. Aldi bilan bir temaga kelaylik. Kaliforniyada o't ketdi. Bir afat bo'ldi Amerikada. Bu yerda biz odamlar Uyg'urcha naqshlarni kirishtirib va nimalarni qilib tabriklab, Allah jazo verdi zalimlarga degan shaklda tabriklab bilimlarni chiqarib yuradi.
ve hatta ki mavi kögen emeler ködünler dep oylayman qarindaşlar. Mavi resimni chiqirib bu Allah'ın cezası da bir Kur'an kursu kema Kızıl Bina. Kur'an okuyduğun kurs bina saqqıptı, qağa hemen kuyup ketipti. Bu Allah'ın bir nimike Amerika qilgan bir cezası bir hücumu ki ve bu Kur'an kursu Allah'ın zikr qilib to'g'ashqa bu köymepti. Yani mana bizimlarni taqtib yuruydi. Bu yerga mi kirib qo'yaymi? Qaysi millatda bunday temalarni so'zlashishni bilmayman, ama bunu maalesef bizde bak yapmış. Bu kögenler qarindoshlar, bu bina mayal qizil bo'yab qo'ydim, ko'rindim bilmayman. Ko'rinmas ekranni sal rasmni tatib yo'g'antib ko'ringlar. Bu 2023-yili Havayda ketgan o't bu. Havayda o't ketganda az saqqagan bina bir Hristiyan ayolning uyi. Ya Qur'on kursi emas u. Hristiyan ayolning uyi saqqagan. Onun sebebi o uyni sağğa vaqtida o't köymeydigan insulation shiltibdi yani. Tamdan teshig'a va o'tirsaga o't o'tkazmaydigan bir mudafiya narsa shiltibdi. Şunu bilen saqqagan ki. Bu 2023-yili Havayga o't ketgan vaqtida chiqqan Hristiyan ayolning uyi. Bunu kesip çaplab, bu Araplar bekçi qiludi bunday ishlarni. Kesip çaplab, bu Qur'on kursi saqqaldi, boshqa narsa kuyib ketdi desa, bununla amadam ishinib yurgan gap. Mavu şu 2023-yili chiqqan asli xabar. Eğer 2023-yilda bizarliq Havayda ketgan o't bo'lmuş xabarni tepib ko'rsanglar, Havayga ketgan o't. Ya'ni abayqi narsa yalan. Unda olsa masjidga nim bo'ldi ya? Kaliforniyada ras masjid ko'ymidimi? Mana bu El Taqva Masjid Kaliforniyadagi. Ma'yada logosu va ikki munar va aslaylik El Taqva Masjid ko'ymidi deb bir nimalarni chiqarib yuribdi. Bu mana asli El Taqva Masjid, kichik bir masjid bu. Bu El Taqva Masjidning oqibati mana o'tdan keyin. Mana Masjid El Taqva deb yozildi. Ya'ni u yerda bir masjid ko'ymiga yoki nima yo'q, masjid kulib ketdi qarindoshlar. Shuning uchun bunda qilqi yalğan bir nimalar bilan bunda bu Araplar to'liq qildi bunda ishni. Bunda narsalarni biz taqtib voy Alloh bilan onun jazosini verdi, mana masjid saqqabdi, o bu deydigan bunda narsalar islom dini uchun pozitiv xizmat qiladigan narsalar emas bu. Bu xalqning oldida o'zimizni kalvadekli ko'z tushkili yaraydi bunda ishlar. Shuning uchun internetda chiqqan narsaning hammasini surishtirib baxmasdan, bunun neymiş ekanligini bilib, buna izdinib baxmasdanlar, unuga ishinib subhanalloh ya Allah deyishning hojati yo'q qarindoshlar. Allah qudratlik. Amma meningcha Allah agar Amerikaliklarning bir gunoh qilganiga jazo berman desa, Falastinliklar uchun Amerikaga jazo berma desa, Falastin uchun dunyoda eng jiq qo'llash namoyish chiqadigan Kaliforniyaga o't qo'yib atmaydi Allah. Agar da jazo bermasa, balki maqsaraning ustiga bir chaqmoq tushib ketganda danglar bu gapni. Bo'lmasa bunday gaplarni qilmaylik. Kaliforniya Amerikaning ichidagi eng jiq Falastinni qo'llash namoyish chiqadigan shtat. Ham bu yerda 90-chi indoneziyalikning uyi kuyib ketibdi. Bu yerda musulmonlar yo'qmi deb men Facebook'ga yozib qo'ydim. Bir yerga ofat kelsa Allah balasini verdi deyishdan burun bu yerda qanchalik musulmon o'ldi, qanchalik masjid ko'ydi, buni yaxshi bir izdininglar qarindoshlar. O't kelib musulmonning uyiga kelma deb olinib o'tib ketadigan ish yo'q. Aylanib o'tib ketibdi mana Qur'on kursini degan xabarlarni yog'anki qarindoshlar men ko'rdimmi? Shuning uchun bu narsa shu, ya'ni Kaliforniyaga ketgan o'tni agar Allohning buloq bergan jazosi undaq deydigan ish bo'lsa, bu yerda 27 odam o'libdi Kaliforniyada. Unda bo'lsa Turkiyada qaysi kuni o't ketdi, bu binoga 67 odam o'ldi. U Allohning nemisi, u Allohning jazosini Erdo'g'onga bergan. Biraz insonlikdan chiqatmayli qarindoshlar. Texi Amerikaliklar Uyg'urlarga biz yomonlik qilib bizni apirib satqini bizim qilgani yo'q. Shuning uchun biraz kimligimizni, qayerda turganimizni unutmayli. Bugun Turkiya bilan Xitoyning munosabati yaxshilab biz bundan keyin ittifoqlashdik desa, yani Meksikadan qochadigan hayronlar Amerika bo'ladi qarindoshlar. Bir davlatni tanqid qilish, bir davlatning xato qilganini tanqid qilish, uning prezidentini, siyosatini tanqid qilish boshqa, bir davlatda ofat bo'lsa xo'p bo'pti deyish boshqa.
Xitoydan boshqa yerda afat bo'lsa, xo'p bo'pti deyish bizga yarashmaydi. Hech qanday yerda. Ikkinchi ay, hozir birinchi ay tugadi, ikkinchi ay kelsa balkim Avstraliyada o'tib ketadi. Bu yerda toz to'muz issiq hozir 40 gradusga chiqib yotadi. Avstraliyaning balasini verdi, xo'p bo'pti demsizlar. 6-cı ay kelsa Turkiyaga o'tib ketadi, Gretsiya bilan Antaliyaga, Manavgat, Alanya atrofidagi yerlarga o'tib ketadi. Allah balasini verdi, xo'p bo'pti demdik. Biraz insonlikdan ketmaydi qarindoshlar. Tamam. Bu kadar çakana, bu kadar süpersiz bir millet deb o'ylamagandim men bizni. Nima degan chakinilik bu? Bir uylar saqqaptimi? Saqqapti. Mana Kaliforniyada saqqaga uylar var ki, sap artistlarning o'ylari. Bumi ular xristiyan bo'lg'ashqa, xristianlarning ularning dini to'g'ri chiqib, ularning dini qutqizib olmabdi. Ularningmi shu abayqa uyga o'xshash Kaliforniyada saqqaga uylarningmi o't kuysa, o't kirmaydigan, o't o'tkazmaydigan narsalarni qilib saptike uyni. Onun sebebi şu ki, şunun için o't kelip onu köydüremey, tutuşanmay, şamalda üstüde ötep gidipti. Bunda bu bir sılam, bu James Wood degen adamның öyi ki, yana başkalarım var, yana artistlerinin köymege öyleri var ki, hemmisinin nesisi ya silinişidilla, ya ki renovate kılıp öyünü özgertkende ot ötküzmeydiğen materyal işiltipti ki. Şunun için köymepti. Ya bula Hristiyanlar Eysa dep bunu zikre qilib köymeye ötep ketken işme emas ki. Xo'sh qarindoshlar, bu temaga kirib etgan bo'ldim. Endi asosli temamiz biroz kengaytib nim qilmoqman. Trump keldi. Trump qaytib keldi. Nəhayət çoğun dombaq bilan keldi. Bu qitim burunqidan kuchlanib keldi haqiqatan. Buni degan ekranlarda jiq deb o'tib ketgandim, Trump dombaqni chib kelyapti deb. Oldi bilan Trump Amerika'nınki abay pişirdiğimdek establishment'a karşı çıkan adam bu. Sisteminin teşidiki adam. Yani çirikleşiyorgan sisteminin teşidin girgen adam. Xudduma bizden davada birisi Türkiye'de, birisi Germaniyada oturup dünyanın ama oğunsuklarımızda monopol kılıp otağa yerige tuyuksuz oylamağa yedin bir yaşlarının sisteminin teşidin girgeni dek bulamı sisteminin teşidin gelgen adam Trump. Ve ticaretçi nimeden kelgeşke, ticaretçi background'dan, görünüş ticaretçi bu aşka. Bu adam cihneslerini ticari oylaydı. Yani xalqara diplomatiyada mı nurgun neslerini bilmeydi. Ve məsləhətçilərinin gepini tez anlamaydığı oxşaydı. Bunu amma bulay başqa bir taktik işiltib atıdı. Bunu pərəz qılıb olmaydığı adam qılıb aldı. Əməliyyatda Trump çıxmasdıla bir qancha diplomatik xata nəslər bilan xata işlərini qılıb aldı. Yəni danqan puti gəplər bilan qalayımqan işlərini terib aldı. Bunun birincisi nima? Kanada bizning 51-ci ştatımız oldu degan gap. Bu tamam, ma ticaretdə sən bizə beqinsə, amma nima Kanadanınki petrolun bahasını düşərmisən, mında qılmız yaxda, yo'li yaqin bo'lsang mında qılmız degan signal bunda berilmaydi əsli. Çünkü o Kanada bulanın 51-ci ştatı bulamdı degan onu oylaşmaydı. Ya onun bir işindiği adamlar var ki biz de onu mu dep qoyaylı. Hərbi adamınızlarda qarindoshlar. Eğer Amerika Kanada bilan urushib turib, u yani alımız dese, Kanadadaki 25 milyon adam Suriyadagi xalqdakla qarshilik ko'rsatsa, Amerika'nın Kanadani işgal qilib tutib tura olishi uchun Amerika'ya kerak olan askerlerin sani 2 milyon. 2 milyon asker olsa Kanada'nı tutup duralaydı 20 yıl. Bulmasa Afganistan'da iş çıkıdı ki. Şunun için o yani kurallık kırsımı, atom bombası taşlıvəsi Kanada'ya. En addi bir partizanlık uruş bilen Kanada halkı hareketki össüla Amerika o yani tutup duranmaydı. Eğer bir devletini 51-ci ştatı kılalaydı iş olsa Afganistan bile Irak'ını kılalaydı. Elim o Trump'a Kanada'dan bir cevap gelmedi. Trump 51-ci ştat kılalaydıgan bolsan Afganistan'ı kılalaydın, Kanada'ya yoğan yakınma deyiş gerek desli Kanada'nın bir taşqı işler ministerden birisi çıkıp. Ama o Kanada'nın mı nimisine katı diye bu gap bilen. Hazır Kanada'nın Justin Trudeau'nun ornuna çıkıdığı adam mı? Amerika'ya karşı eğer Trump Amerika'nı America First dese biz üçün Kanada First dep o çıktı hem de. Yani en yakın ittifaqlışı, en yakın qoşnusunun yapılaqtılığı etqanda poquna qatı deyib çıqa çıxmasdılar.
Endi o Kanadamı biz Amerikaga nima uchun neftni ishlab proses qilmay turib, ishlab nima deydi Uyg'urcha? Hamla setivetkeshke biz dünya bahasına yerin baha əzən setivatımız. Bunun dikin özümüz pişiqlap işleydiğen nərsini özümüzge silip Amerika bunun dikin hazır eləvatqan bahasına işkəs qimmet setişimiz gerek ve Avropaga Kanada'nın neftini Amerikaga emas Avropaga setişimiz gerek dep yeni bir tezis yartıp ədi Kanadalıqlar hazır Amerikaga qarşı. Şunun üçün bəzi danqan putu gəplərinin hemmisi onda o madem noçke bilen tügmeydi. Bəzi nəslər o devletlerime onunla çişi bilen cevap kaytırdı. Bu bir buldu. İkincisi Greenland'ne setip alımız. Yani bu 1700 yıl emas, bu 1800 yıl emas. Her kandak devlet bir gayriş tuprak üçün neçü 100 bin askerini alek buluşuğa neçü 100 bin askerini sepirişke razı hem devlet. Şunun için biz yani bir devlet setip aldığım bu 100 yıldan 200 yıldan aldığı dünya emas. İş onda bulmaydı. Şuna Avropa bilen mi çıkmazdım bu özünün işini buzdu. Yani negatifden başladı işini. Asli diplomatiya onda bulmaydı. Ondan ki Meksika koltuğunu Amerika koltuğu kılıp özgertimiz. Bu hem de özünün işçideki Amerika'nın işçideki özgü bilet taşlığallağa bir show bu özünün işçidekiler. Yani Amerika onu Meksika koltuğundan Amerika koltuğu özgertemdi ya Trump'ın koltuğu edip özgertemdi. O iş kanda mesele emas. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı ve dünyanın başka hem devleti özünün namı da Meksika koltuğu edip atağa vurdu. Bunu şu özleri özgertip özünün halkını aldaydıgan nese bu. Erdoğan'ın saylam gazkağa vakti da Trabzon'dan neft çıktı degendek. Şunun için o özünün nimelerge kılıngan bir show onu belki muhim bölüşüne maaştı yok. Emdi bu hata başlaş işlerini dankan putedek başlaştın sırt. O nimeden çekinip çıktı WTO'dan. O ya da çekinip çıkış gerekmedi ya ki WTO'nun işçide durup onu başkaça özgertişki mecburluğu alamdı. O sual var. Paris gelişiminden çekinip çıktı zaten bu cumhuriyetçiler ava kilometre isip getdi degan gapga ishonmaydi. Bularning meselesi emas o. Şuna o yerden çekinip çıkkını hem de Xitay bilen bo'lgan kozurni elib oldi qo'ldan. Xitoyning kozurni. Xitoy davamlı Amerika bilen münasebet buzulsunmaydi. Biz nurgun xalqaro ishlarni birga qila olamiz. Bo'libmi shu muhit isish Paris kelishimida boshlaydi gapni. Hozir Amerika uni yo'q qilibdi. Bu yeri bizning nuqtamizda aytganda yaxshi bo'ldi. Endi Trump'ninki kadrosi kelgan tim nayt ig'ir o'ngchi, radikal derecede konservatif adamlar bilan keldi bu qitim. Beşidi deganimdek, gerçi prezident o'zi danqan putovsimi, ammo tashqi ishlar ministeri biz uchun ve Amerika uchun bir lotereya Marco Rubio. Bu adamның azırgıçı tonuştuğan kanunları, azırgıçı ötküzgen kanunları ve tutkan meydani degan narsalarni bir ko'zdan kechirib chiqsak, bu adamның nayta rasyonal harakat qildiganligini, anda siyosiy demagogiya qilman deb, o'zining xalqiga gaz berman deb, Trump o'xshash anda hissi, xiyoliy narsalarni qilmaydigan nayta o'lchab kesadigan adamligini ko'ramiz hozirgacha. Buningga qo'shilgan Uyg'urlar to'g'riliq qonunni tunishtirgan adam. Bu biz uchun nihoyatda cho'ng bir nimamdi fursat va lotereya. Endi bu Rubio'ning chiqishi Xitoyning yuziga bir shaplaq bo'ldi, chunki Xitoy Marco Rubioni cheklangan odamlar tizimligiga kirgizgandi Uyg'urlarni qo'llaganligi sababli. Endi qanday qildi? Ya'ni tashqi ishlar ministri degan diplomatlarning eng beshi. Diplomat bo'lgandan keyin u diplomatlarning beshi bo'lgandan keyin diplomatik immunities var o diplomatik Türkçe dokunulmazlık deydi o. Onu tiyenmeysiz. Kolda diplomat pasportuyla kirdi o Xitayga. Hiç qanday tekshirish hech nima yo'q kirdi. O vaqtida seni cheklagan to'xtab chekladik deb kirgizmasa Amerikalik krizis chiqdi. Marco Rubio tashqi ishlar ministri diplomatik pasportuyla keldi, kirish kerak deb kirgizsa, o'zining xalqiga gaz yo'rimiz deb qilgan popanglarga ham da o'zining yuziga tegadi qachat bo'lib. Shunda Xitoyma aqlliqa nima deb chiqibdi desanglar? Burunqi Marco Rubio'nun ismini cheklangan ismini Xitoycha boshqa xatla yozib, yeni Marco Rubio tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyin buning ismini boshqa xatla yozibdi Xitoycha xatlarga o'xshash ahvolda. Demak, xalqiga, Xitoyning xalqiga
Biz o'xshash ismdiki ama başqa xat tili yozildigan avu markani cheklagan to'q mavu bu da başqa marka keldi degan ta'sirotni berish uchun xat bilan o'ynab ketdi Xitoy xalqini oldida shamanda bo'g'inni menda yepibdi. Shuning uchun bu nima uchun Xitoy uchun bek cho'ng bir shapaloq bo'ldi bu Rubioning chiqqani. Endi bizga o'tgandimi dedim Amerika saylami to'g'risidagi analizda biz uchun endi nihoyat yaxshi fursat. Prezidentmi cumhuriyetçi, senatmi cumhuriyetçinin qo'lida ostidagi uymi reprezentativ vakillarning parlamentimi cumhuriyetçilar ko'p sonliq bu yerda har qanday qonun kelsa hamda sharaq o'tadi. Bu yerda bizning bu Xitoyning avtonomiyachi bu vatan xoinlari bilan Amerikadagi Xitoyning radiosuning Uyg'ur xalqida yo'shirib kelayotgan narsalarida yana birini deb beray. Bizning esinladimi bu davamlı o kanununu tonuşturdu. Bizden senetten ötüdü, yukarıdaki öyde ötüdü, tüvendiki öy tosu aldı. Ya bunu özgertinla deydi. Kaytıp baradı, yeni onu ötküzüdü, buna yeni tosu aldı. Hazırca her qitim cumhuriyetçiler köp sallık olan öyde öttü o, demokratlar köp sallık olan öyde tosu aldı. Ya tosu bile vatkallar demokratlar. Demokratlar kimler? Bizning Roşan Abbasning, Nemining, Nuri Turkiyanning dadillari yoki tutqanlari Amerikadagi. Bular to'sib oldi davomli. Cumhuriyetçiler o'tkazdi, demokratlar to'sib oldi. Endi her qitim Amerikaning shu bir qonundan chiqishiga 7-8 yil, 4-5 yil, 7-8 yil ketishining sababi demokratlar to'sib oldi davomli. Shu Xitoy Osiyo radiosini yana boshqurdi qildi. Anki yana bir narsa Trump aldın qitim kelganda bu Xitoylarning bu Osiyo radiosining beshidagi Xitoylarni Amerika uchun emas, Xitoy uchun xizmat qilganda vazifasida ilib etgandi. Kim Biden kelgandikin, demokratlar kelgandikin yana o'rni qo'ygan Xitoyni. Bu qitim Trump yana ilib etamdi ko'ramiz. Bu mu yana bizga munosabatli temalarning birisi. Shuning uchun bizning bu Amerikadagi da'vo qilyapmiz, bu qilyapmiz deganlarning avtonomiyachi bo'lib chiqishi va Beijing'da Xitoylarni ko'rgan vaqtida Feychangandong bo'lib yuraklardan sap ketishning sababi ularning ayadagi tutqanlari, tutuqdadilarining Xitoy bilan munosabati yaxshi, oyoqdagi Xitoy bilan. Shunga biz to'g'riliq qonunlarni hozirgacha to'sib kelgandi. Ammo endi cumhuriyetçilar chiqdi. Prezidentmi bizda, ya'ni Uyg'urlarni hozirgacha qo'llayotganlar, cumhuriyetçilar. Senatmi bizda, Uyg'ur xalqi tarafda House of Representatives mi bizde. Yani işkili parlamentdan işkili üye ve hükümetinin beşi hemmisi hazırgacha Şərq Türkistanlıqlar üçün qanun çıxırıb gəlirlər, həmin iyi gəldi. Bu biz üçün nəhayət intayın çox fürsət. Əmdi kiləyli Trump'ın təşqi siyasətiga biraz Amerikadək danqan putu başlayan bosumu işni, amma Amerika bir süper güç. Amerikadan ki süper güçdə bəkçik əxlaq mı bulmaydı əməliyyatda. Dünya tarixidəki süper güçlər bek əxlaqlıq mı boğan emas. Osmanlı'nın mı Avropalıqlarla oynayan acayip meynət oyunları var əməliyyatda. Yani güç əxlaq olmaydı. Şu an süper güç bek əxlaqlıq bulmaydı. Şunun üçün əmdi Amerika'nın ki hazır aldığımızda mən Trump'ın çüp getib 2 yıllardan kildən tatib bir nəsində atımı Trump kelse qoştunaqlıqçıda Ukrayna'nı satıdı da atımı. Yani Ukrayna'nı bu demokratlar ve bu globalistlar qo'llagan bilan Trump bununla qarşıdı. Trump Rusya'nı yeniğe tatib Xitoyni nishon elish tarafdor etdi. Shuning uchun men yana shunda qarayman. Ukraynaga san qo'ral vermaymiz deb bo'lsa-mu, shu Ukraynaning ruslar besib olgan viloyatlar ruslarda qoladi deb turib bo'lsa-mu, Ukraynani majburlab bo'lsa-mu bu urushni to'xtatishga tirishidi deb qarayman. Ama beşidi deganimdek Amerikanın qag'dalma siyosiy qag'dalması ni yengalis qila oladi buni. Yana bir muhim nuqta abay beşidi degandek İsrailiyani tashlab etamdi Amerika. Bu narsani 2009dan 2012-yilgacha Amerikada bekchiq strategiyachilar degan. Bu İsrailiya biz uchun dushman deb birishdan boshqa ishga yaramaydi. Biz uchun hech qanday strategik qimmati yo'q, buni tashlab etaylik deb kongresslarda shunchalik ovozlarni chiqargan.
Ama o Amerika'daki İsrailiya lobisi hemmisini yığıştırıp etken. Bu qitim Trump geldi. Bu qitim şunu yeni alemdi. İsrailiyani taşlayıp demdi. Minin karışım İsrailiyani taşlayıp etmeyi turup Amerika Xitayga tenkilenmeydi. Çünkü bu İsrailiya Amerika'ya hemmiyede düşman depriştin başka işe yaramaydı. Eğer de İsrailiya meselesi bulmagan olsa otur şerhte. Bu Müslümanların Amerika Müslümanlar bilen düşmanlaşıp bu hazırkı yerge kemmeydi. Hatta ki Bin Laden'ın nimege hücum qilgan vaqtidagi 11-sentябrdagi hücumdagi vaqtida Bin Laden'ın e'lon qilgan shu vaqtdagi Al-Qoida yoki Talibanning e'lon qilgan narsasimi biz Amerikaga hücum qildik. Buning birinchi sababi Amerikaning İsrailiyaning jinoyatlarga bo'lgan qo'llashi degan. Ya'ni İsrailiya meselesi bo'lmagan bo'lsa, Amerika bilan bu musulmonlar bunda hozirgidek dushmanlashib ketmaydi. Ama Amerikadagi lobby buni qilayotgan. Shunga bir prezident chiqib, bu İsrailiyani sen bizdan o'tirib turmayaqda. Xitoyga qarshi turish uchun islom dunyosi bizga kerak. Mala bilan biz munosabatni yaxshilab, Xitoyni bunda contain qilib nimaga olmasak chambarga. Bu hozir Afg'oniston Xitoy taraf ko'rsa, Eron Xitoy taraf ko'rsa, Iroq zaten Amerika ve uyarı elçixanasından dışarı çıkamaydı. Onun kendi onunla koşup yana Türkiye'ni bu yerki devletinin hemmisini Amerika özüge düşman Xitay tarafı ötküzü ve sev Xitay'ını makul denizde amiyada korsun garipte nerede korşaydı? Gresiyat korşamdı Xitay'ını. Gresiyamız etip oldu zaten portlarını. Şunun için Amerika eğer Xitay'ını rast contain kılma korşayman dese Müslüman dünyası bilen bo'lgan siyasetini özgertiş gerek Amerika. Onu kılanmasa Xitay'ını korşayamaydı. Xitay garipte şöyle Yipek yol, yeni Yipek yol, bir belbaq bir yol degan nimesi bilen o Xitay hayatda kalıdı. Xuddi hazır nimini Rusya'nı kılanmagandek. Unumu Rusya'ga mı eğer embargo koyup onu nima qilman dese, jazolayman dese Xitayga ve Hindistan'a bir narsa berish kerakdi Amerika. Onu beğenmey turupla biz cheklim qo'yimiz qaysini tijorat qilsang sen mi yeysa tayoqni degan Xitoy bilan Hindiston anglamadi o gapni. Şunu bilan Yevropaliklar Rusya'nın daily litrini $2 aldığan neftini yoki gazini, tabiiy gazini o Ruslar $2'dan Hindiston setib, Hindiston $4 qilib Yevropaga sotdi o'tgan natijalar yog'i. Yevropaliklar ziyon tortdi. Shunga har qanday bir davlatni qorshayman, qistayman desa, uning atrofidagilarni o'z tarafga tortish kerak. Amerika bu Xitoyni qorshayman desa, bu musulmonlarning ko'nglini elishi, ularni aplashish kerak. Uni qilolmasa Xitoyni qo'rshamaydi. Xuddi Xitoy bilan Hindistonning ko'nglini olmay turib Rossiyani qorshayman deb mag'lub bo'lgandek. Şuna hem de Trump'ның siyaseti eğer Xitayni qorshayman desa, men Rossiyani öz tarafga albatta to'qinishlar, o'xshamaydigan qarashlar bo'lgan masalalar bor ikki davlatning o'rtasida, bu NATOning bu kengayishi bu. Uni Trump bilan hal qila olsa, Xitoyni qorshashda bak nima bo'ldi, unumli bo'ldi deb qarayman. Şuna musulmon davlatlarning orasidagi Amerikaning nimasini qanchalik o'zgartiradi bu yerga qaraymiz. Ammo Trump bu ishda bak qamlashtiranmaydi bunday ishlarni. Chunki oldingi qitim prezident bo'lganda chiqiblar musulmon davlatlardan ko'chman cheklayman deb po'ponlik qilsa yeri bor. Shuning uchun qani bu qitim musulmonlarni qancha ko'nglini ola oladi ko'ramiz. Ondan keyin yana birisi hozir Amerikaning Sharqiy Janubiy Osiyodagi harakati nihoyat tez o'zgaryapti. Bo'libmi 2. Dunyo urushidan keyin tashlab qo'ygan havo armiya bazalari batda 2. Dunyo urushida Yapon bilan urushimiz deb nim qilgan, ishlatgan. Ularni shu Jungle Battle tashlab etgan bu yana kerak qolmadi. Hozir qaytadan yerlarni tuzlab Xitoy bilan bir to'qinish chiqib qolsa deb 2. Dunyo urushida tashlab etgan dengizning o'rtasidagi Oral havo armiya bazalaridan bir 4-5 ni asli keltirayotganning xabari chiqyapti. Shuning uchun Xitoy bilan texmo jiriklishudi munosabatlar. Endi Meksika meselesi. Meksika hakikaten Amerika uchun nihoyat cho'ng bir bosh og'riqi. Chunki Xitoy Meksika bilan Amerikaning o'rtasida tijorat kelishimi bor, Shimoliy Amerikaning nimasiga o'xshash, tijorat kelishimiga o'xshash. Agarda Meksikada bir mashina kelib, buning qurashtirish va yasashning 70% xizmat ish Meksikada qilingan bo'lsa, Amerika oladigan eliqa bojlarga qarmaydı. Xitoyning mashinasi bo'lmaydi bu. Mesela Xitoyning mashinasidan 100% baj olaman dedi.
Ama Xitaylar Meksikada zavod qurib, o'zining mashinasini shu paramparcha akilib, Meksikada qurashtirib, onu 75%'ini Meksikada qilib, uni ketilgan ishni. Meksikaning mashinasi made in Mexico qilib akirib Amerika. Shuning uchun Trump buni to'sash uchun Meksika embargo qo'yish kerak bo'ldi hamda Meksikaning mallarga. Uni qanchalik qila oladi? Panama kanalidaydi hozir Meksikami nima biznemetdi uning ismi bir temir yo'li bilan Panama kanaliga yana bir alternativ bo'lib chiqyapti. Panama kanalı Amerikaning qo'li turamdi yoki Panamaning qo'li turamdi. Uni bek munosabatsiz tashlab qo'yiblar, boshqa bir yo'l ichyapti Meksika. Shuning uchun uning da qanchalik g'albilik qila oladi uni ko'ramiz. Trumpning Meksika bilan munosabatining biroq buzilib ketishi Amerika uchun foydalimi, ziyonlimi uni ko'ramiz. Ya'ni hamma narsani qo'qoq silib qilolmaydi. Ba'zi narsalar kelganda chiroyli til buna siliq yo'l ishlatmasa, anda kichik davlat degan bilan Meksika, Kanada, yana bir shu Shimoliy va Markaziy Amerikadagi 5-6 davlat birlashib olsa, Amerikaga xili bosh og'riq deb beruvchi amaliyotda. Shuning uchun ba'zi bir narsalarga donqon putuliqni tashlab, Marco Rubioning rasionalligini sal oldiga chiqsa, inshaalloh hal bo'ldi deb o'ylayman. Endi qilib qolgan narsa bormi? Men bir qarab o'tay. Okay. Endi yana bir tema NATO. Hozir Trump'nınki chiqiblar degini NATO'da asli hamma davlatlar eng azda GDP'sining 2%'ini ishiltish kerak harbiy hamjotga. Lekin Yevropaliklar buni ishlatgili unmaydi. O 2%dan yuqori davlatlar ishiltayotgan davlatlar kimlar desa, shu Polsha degandek shu Sharqiy Yevropadagi davlatlar ma'qul deb qilyotdi. Ammo Germaniya, Fransiya deganlar u mudofaaga pul qajlashga unmay kelyotgan. Şu Trump'ның eng çoğun meselesi biz Avrupa'nı biz demiş qoğdayımız hemen özən pul çıqamam sen deb Avrupalıqdaki ittifaqdaşları bilen avarçılıq çıqıdı münasibət jirekleşiş çıqıdı ve NATO aldıdaki analizdim degandim NATO acizlaydı ya bu cidel çıqıb özünün işçide talaş tartış çıqqandan keyin bu acizlaydı. Bunun hem de Xitayga qandaq faydası ya ziyni oldu bunu o'ylash kerak. Bir acizliğin yani Trump'ның kelişi bilen işçideki birlik fikirdeki ve hareketdeki birlikki dezgetken bir NATO Xitay üçün xatarlik mi aciz mi? Bu mesele var. Şuna Trump bir narsani o'ngshayman desa, yana bir narsa buzuldu. Uni o'ngshayman desa, ma buzuldu. Hamda shuni qaysini qanday o'ngshab, qanchalik buzib o'tdi. Uni oldimizda ko'rimiz hammaylan. Ondan keyin yana bir nokta g'arb davlatlaridagi irqchilik va tar millatchilik. Buni burunmi degandim ekranlarda. Har qanday bir davlatda iqtisodiy krizis chiqqandan keyin u yerda nationalizm, etnik nationalizm ko'tarildi, yani tar millatchilik ko'tarildi. Endi g'arb madaniyatining yana bir narsasi va irqchilik deydigan, bu bir g'arb madaniyatining bir xarakter xususiyatlarining birisi. Bu ikisi teng ko'tarilyapti hozir butun dunyoda. Iqtisod nacharlashgan vaqtida bo'lgan narsa buni aytdi normal. Bular oldi bilan musulmonlarga, ondan keyin qartaliklarga, ondan keyin o'xshash jinslarga degandek asonliklarga nafratini chechib, ularga bir nimasini qilib bo'lgandan keyin Yevropaliklarniki bir-birsiga o'tadi. Greklar germanlarni tillashga, germanlar İtaliyalikni tillashga, İtaliyalik fransuzni tillashga, Angliya va Fransiya zaten tayyorlama bir-birini tillashga tarix bo'yicha shundoq. Shuning uchun ham Yevropa ittifoqining kelgusi nim bo'ldi men bilmayman. Ya'ni Fransiyada ko'tarilayotgan bu irqchilik va uning kuchayishi Fransiyada Le Pen deymiz, Gollandiyada baliqi ahvash musulmonlarga qarshi, İtaliyada Meloni, Mussolini'dek bir faşistning havaskari hozir İtaliyaning beshidagi adam. Mussolini havas qildi. Germaniyada bir Hitler havas qilgandan bir chiqsa hayron qolmaymiz yani. Shuning uchun Yevropa yana asliga qaytyapti, asli qaytyapti degan 2. dunyo urushining oldida qaytyapti. Yevropa davomli qashtatdi. Yana burunqi narsalar chiqishi mumkin. Endi buningga men nim deb ism qo'ydim desanglar, o'ngchillashayotgan dunyo, dunyodagi o'ngchillar dunyosi. Globalchi solchilar asosiyatdan mag'lub bo'ldi hozir. Hamma davlatlar o'zining ulusal manfaatiga qaytdi. Ammo Yevropa va Amerika bilan
Kanadaga ya Avstraliyaga o'xshamaydigan yeri Yevropa rasmiy rasizm bo'lib chiqadigan ya bu. Manda ko'chmanlar davlat emas. Ayada rasmiy racist, ya'ni o'ng qanot degan narsa rasizm degan narsa Yevropadagi partiyalarda. Shuning uchun u yerda u yanning cho'ngi chiqishi mumkin. Meyada mundaq bir narsa bor. Amerikaning o'ngi bilan Yevropaning o'ngi o'xshamaydi. Amerikaning o'ngi konservativlar bular. Bular konservativ bo'lganda Xitoyga qarshi hozir Xitoy bizning dushmanimiz deydi. Ammo Yevropaning o'ngi, masalan, Germaniyaning o'ngchilari ko'tarilayotgan Yevropa ittifoqiga qarshi Xitoyni qo'llaydi ular. Amerikaga qarshi ular. Yevropadagi o'ngchilar nimaga Yevropa ittifoqidan chiqdimiz deydi. Amerikaning kontrolligidan chiqamiz deydi bu Germaniyadagi partiya, nima deymizmi, ADF mi bilmayman. Unutdim. Ular Amerikaga qarshi Amerikaning askarlari chiqasin Germaniyadan deydi va Xitoy bilan erkin tijorat qilishimiz kerak deydi. Shuning uchun dunyo solchilar, globalchilar mag'lub bo'lib, o'ngchilar chiqyapti degan vaqtida bu butunlay xo'sh xabar emas. Chunki Amerikaning o'ngi bilan Yevropaning o'ngining farqi bor. Amerikaning o'ngi Xitoyga qarshi konservativ iqlim bo'lsa, Yevropaning o'ngi Yevropa ittifoqiga qarshi irqchi, racist, Xitoyparast odamlar bu. Shuning uchun o'ngning g'alaba qilishi, o'ng qanotdagi konservativlarning hatto nimalarningki populist bu liderlarning g'alaba qilishida hamma narsa xayr emas. Ba'zilari Yevropadagi o'ngchilari hozir deyimdek Xitoyparast. Shu buni qanday tanishaydi? Yani Yevropani biraqlab tashlab etib Rossiyalik Putin kelishimiz chiqimiz Xitoyga deyish kerakmi turam. Yevropa bilan ixtilof ba'zir boshlanib bo'ldi zaten chiqar chiqmasdilar. Shuning uchun ajoyib qiziqarli bir dunyoda yashaymiz. Ammo Turkiyadami Erdo'g'anning sloganlari, shuarlari, "Ey Isroiliya" deb amaliyat o'zining o'g'li tijoratni qilyapti hozirgacha Isroiliya bilan. Bundaq shuarlar bo'lsa-mu, Turkiyada umidimizni uzgizmaydigini Fatih Altaylı degan gazetchi muxbir yoki adam deganda shu gapni ishiltayman, shu odamning asli patenti mening emas. Garchi davlatning beshidagi allaqalla qilib esi to'g'lisimi, vaqirsimi, ammo Hakan Fidanning tashqi ishlar ministri bo'lishi menga umid berdi dedi odam. Shuningga o'xshash Trump danqan puti uni buni deysimi, Marco Rubio'ning tashqi ishlar ministri bo'lgani menga umid berdi shaxsan. İnşallah əminəsin tanışıb bizə faydalı bir iş çıxdı inşallah. Şunun üçün bugünkü proqramma əsası cəhətdən gəp tüydü qarindaşlar. Vaqtımı 1 saat boldu deyimə, 8 minut paketəxib. Şunun üçün əsas gəp şu. Trump çıxqandan keyin Rusiya bilan yıqılışıb Xitayni containment alımız desə, qorshav qilamiz desa, u albatta iqtisodiy jihatdan, texnologiya jihatdan, siyosiy jihatdan, hatto ideologiya jihatdan, undan keyin eng oxirida harbiy jihatdan bo'ladi. Ammo mening qarashim Amerika musulmonlar bilan munosabatini o'ngshimigacha Xitoyni containmentga qorshavga ololmaydi deb qarayman. Chunki jo'grafiyalab Xitoyning A tarafı dengiz bo'lsa, ma tarafı Türk İslam dünyası. Bu yerdagilarga munosabatni o'ngshimay turib, uning mayig'ini qo'rshatamam, sharqni qo'rshamay, g'arbni qanday qo'rshaysan? Va bu ko'tarilayotgan irqchilik hozirgi chiqayotgan narsalar bilan musulmonlarni dushman ko'rsatishni boshlasa, tugun siyosiy populist siyosatchilar tarafidan u vaqtida Amerika qanday qo'rshay oladi? Shunga jiq narsalarni aldığımızda körümüz ama dünya qalayım qalışıdığan dünya başlanıvatıdı deb men 4-5 yılını yağda atmak qarindaşlar. Dünya acayip qalayım qan bir dünya bo'lib mağdu. Trump'ның muşta Meksika qoltuğu deyme, yakımız Kanada ol anı qilme, NATO ol anı qilme, sa anı qilsa bu ilk danqan puti gapleri ameliyatda Amerika'nın dünya qo'ygan sistemisini yıqitishga rol oynaydı. Xitoyning maqsadi shu, Amerika o'zi yıqitib berayotdi buni. Ama Trump onun orada nemi koydu. Yani burun mu boğan Amerika 60. yıllarda işiktunlukni taqapla dünyanın işirul çatığımız yok. Biz özümüzün küçeytimiz depla işiktunlukni taqıp bilipla özünü güçlendirgen bir mezgil. Ondan keyin chiqib aralashgan boshqa. Bu qitim Trump mu shuni buni isolationist policy deydi, yani yalğuz qilib bilish. Hammasi ayrilib yalğuz turib bilish siyosati deydi. Trump bunu qilishi mumkin, ammo bugungi dunyo 60. yillardagi dunyoga o'xshamaydi.
Bugungi dunyoda ishikto'nglikni taqib olib, hech qaysini ish qilmayman degan davlat meningcha dunyoning keyinda qoladi. Xuddi Chin sulolasi ishini taqib olib dunyoning keyinda qolgandek, bugungi dunyoda texnologiyada, ya'ni men yanada kapitalizmga ishonman, raqobat, savdo raqobati bir jamiyatni taraqqiy qildirdi. Agarda raqobat tugisa, o jamiyat taraqqiy qilmaydi. O'ylab beqinglar, agar Apple chiqmagan bo'lsa, nimaga qarshi? Bill Gatesga qarshi biz hozir Windows 98 ni ishlatdik hech. Ashuni tashlab birte ishlatamiz shuni o'yladim. Chunki uningga raqobatchi yo'q. Raqobatchi kelib iOS chiqqandan keyin undan keyin baslashib ikkisi narsa mahsulotning sifati ko'tarilgan gap. Shuning uchun raqobat bo'lsa, davomli iste'mol qiluvchilar foydali bo'ladi. Ammo Amerika ishikto'nglikni taqab biz ham raqobat qilmaymiz. Hech qaysini tijorat qilmaymiz, biz texnologiya o'zimiz ayirmamiz desa, dunyoning keyinda qoldi. Burunqidek 60-yillarda, 50-yillarda Amerika gerçi ayga chiqqani qandaqki, chiqib osmonga bir NASA'da roket etib yurgan vaqtida dunyoning boshqa davlatlari ko'ktat terib, ko'ktatni chekatga yeb ketsa, chekatkini qanday yo'qitimizni qamlashtirolmaydi deb vaqtlarda. Amerika osmonga roket etayotgan vaqtida. Ammo bugungi dunyo unda dunyo emas. Amerika ishini taqib olsa, bular chekatkisini yo'qitib, Amerika qachon bizga mablag' salak deb chekatkilar yapilib turadigan davlatlar, burun shunda turgan davlatlar hozir boshqa yerga bo'ldi. Shuning uchun kim ishini taqsa shu mag'lub bo'ladi. Andilga imperial naslarga qaraganda, imperiyalarning tarixiga qaraganda, formulalarga qaraganda bu savdo tijorat urush qo'yish, ishini taqash, o'zining ittifoqdoshlari bilan bunda jiriklashish deganlar bu bir imperiyaning yiqilishining oldida bo'lgan ishlar bu. Shuning uchun bu hozirgi narsa nihoyatda kritik bir davrdan o'tamiz. 4 tane ehtimollik bor deb burun bir so'zlagandim-ku. 4 tane ehtimollik var oldimizda. Birinchisi Amerika birinchi o'rindan chiqib ketdi. Ikkinchisi, ya'ni Amerika ishchidan cho'kib ketdi. Ikkinchi ehtimollik Xitoy nima qilsa birinchi yo'l deb o'tkazib o'tadi. Uchinchi ehtimollik Xitoyni ishchidan cho'kirib o'tadi. To'rtinchi ehtimollik ikkisining o'rtasida bir urush chiqadi. Mush to'rtining birisi bo'ldi oldimizda. Shuning uchun men Uyg'urlarning tayyorligi bormi, tayyorlik qilishimiz kerak deb yerib ketdim. Og'zimning nimasi qamidi rastin desam, suyi qamidi tilimning. Bu gaplarni demayman. Hozir Kaliforniyada bir o't ketsa, Allah balasını verdi bularni degan bo'lsak, qarindoshlar. Biz de u seviyede bo'lsak, aldığımızdaki fursatlarda Allah bizga yordam qilsin. U seviyedeki halimizde biz aldığımızdaki o yollarda, o işlarda bizning qo'limizdan bir ish kelmaydi. Biz bu fursatni tutamaymiz, qichib ketadi. Shuning uchun aslida tayyorliklarni tugatib bir millat degan tayyorlab shash turish kerak. Ama biz tehe en addi ufqumlarni, en addi narsalarni tushunmaymiz, bilmaymiz. Şuna mena deydiğim milletimiz Allah'a emanet, Allah qutquzadi ki bizni boshqa narsa aqmaydi ki. Şuna qani aldığımızdaki dünyada Xudoyim xayrli qilar axirimizni. İnşallah mustaqil olib fursatlarni biz tutammasaqmi qo'limizga kelib tutqizib qo'yib biz tashib etsak, qo'limizga bog'lab qo'yar inshaalloh Alloh bilan birasi. Şuna bugungi analizimiz yerda tugsin. Allah bu Trump'ның chiqishini xayrli qilsin dunyoga, insoniyatga, Sharq Turkistonliklarga. Bu narsa bugungi analizimiz müşahid tugadi qarindoshlar. Hammalar aman bo'linglar. Bugun men yangi tekka o'tkashga men biraz muzikalarni oldim, kesilib ketdi. Şu müştaqla qo'shilib turay bugun. Bundan keyin inshaalloh shanba kuni yana programmamiz davom qildi. Manas daryosi bo'yidagi taslimiyatchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi jasoratdan ilhom olaylik qarindoshlar. Hammalar Alloh emanet.